Jizzaxda kreditga uy olish arzonga tushadimi yoki ijarada yashab, yig'inib uy olish arzonga tushadimi? Shaxsan men uchun mana shunday barcha sharoitga ega xonadonda ijaraga yashab, yig'inib, kreditga to'lanadigan pullarga bankdan tilla olib qo'yib uy olish arzonga tushadi. Shu fikrimni bir yaqin do'stimga tushuntira olmayapman. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri afzal? Qiziqqanlar uchun Jizzaxning Qoq markazida ushbu 2 xonali xonadon ijaraga beriladi. Barcha sharoitlarga ega, gaz, suv, svet muammosi yo'q. Xonadonda xolodilnik bor, mana bunaqa televizorlari bor, konditsioneri bor, aristonlari bor. E'tiborli jihati, ushbu xonadon markaziy isitish tizimiga ulangan. Bu degani qishda uy juda ham issiq bo'ladi. Ham sizga isitish ancha arzonga tushadi. Uy 3-qavatda joylashgan. Manzil Jizzax shahar Zargarlik mahallasi, ya'ni Sidva. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xonadon egalari ijara narxini oxiri 2 million 300 ming so'm deyishyapti. Hurmatli tomoshabin, 20 yil kredit to'lab uy olgan yaxshimi yoki 10 yil ijarada yashab, yig'inib uy olgan afzalmi? Izohlarda fikringizni kutaman. Videoni yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Salomat bo'ling. Video foydali bo'lsa obuna bo'ling. Jizzaxdagi shu kabi videolarni ko'p ko'rsatamiz.